Krugovoy $250 qilinadigan Lumer IRX bilan o'zimizning keramik plyonkani solishtiramiz. E'tiboringlar markazida BYD Champion'da Lumer IRX urilgan o'zimizning trikkerga keramik plyonkamizni o'rganamiz. So'ng zashtalari, ichkaridan ko'rinishi, attenkalari, tashqaridan bleskini bitta solishtiramiz. Birinchi bo'lib tashqi bleskiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'zimizning keramik plyonkamizni bleski juda ham kuchli. Qora attenkaliligi shundoq sezilib turibdi. Keyingisi Lumer IRX'imizga to'xtaladigan bo'lsak, buni ham bleski juda ham kuchli. Qora attenkaliligi shundoq sezilib turibdi. Orqa eshiklarga to'xtaladigan bo'lsak, kuydirilgan oynaning ustidan 100 tali urganmiz. Shundan ko'rinishiga ham e'tibor berishingiz mumkin. Qanaqa ajralib turibdi. Undan tashqari oq fonda attenkasini sezsanglar bo'ladi. Endi Lumer IRX'imizga to'xtaladigan bo'lsak, buni ham ko'rinishi ichkaridan tunnu. Optoga qaratilgan paytda hech qanaqa tuman yo'q. Yonimizdagi zdaniyaga qaraydigan bo'lsak, oq fonda uje boshqacha attenkaliligi sezilib turibdi. Keramik plyonkamizni old eshiklariga 70 tali urganmiz. Yorug'lik o'tkazishi 17% bo'lsa ham, lekin so'ng zashtasi 93% chiqyapti. Lumer IRX'imizni old eshiklariga ham 100 tali urgan. Ya'ni yorug'lik o'tkazishi 5%, so'ng zashtasi 93.9% chiqyapti. Bu solishtirishimiz orqali bizni qaysidir plyonkani yomonlash niyatimizda yo'q. O'zimizning plyonkamizni sifati va narxiga yarasha ekanligini isbotlamoqchi bo'ldik. Agar plyonkamiz yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Ishinglarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Hozir 70 tali tarifkani ichida o'tiribmiz.